Hello YouTube ahli, sizlar bilan men Zo'rshog'mej. Bugungi videomizda bizda ancha kundan beri YouTube'da yo'q edim. Va ancha foyzodan meni YouTube'ga qaytishimni xohladi. Shuning uchun men YouTube'ga qaytdim. Obunachilar videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu qishloq juda ham zo'r qishloq. Nimalar borligini tanishtirib o'tsam. 2-3 qavatli mehmonxona, 1, 2 ta, 3 ta, 4 ta do'kon. Bitta kattakon basseyn va asfalt, ipitskisi va kompyuterxona va maktab короче. Bu qishloq короче oddiy. O'zi obunachilar hozir boshlab lekin ketishyapti, nechi. Короче oddiy cho'mil bo'lmaydi. Bittagina basseynga ipitskiy shkala tipadan taylamaymiz. Oy, basseyn juda ham mazza. Ancha foyzodan YouTube'ga qaytishimni xohlagani uchun qaytdim. Tutela sizlar tutib turinglar. Bitta Minecraft nasriga qo'ying. Mana kim? Qishloqni qizi tashab ketgan. Bechora siqilyapti. Mehmonxona biza bonusiga yashaymiz 2-etajga. Короче, mer aytgan 2-etajda yashaysan, bratishka degan. Men esa menga merga xohlagan joyimga yashayman deganman va mer meni 2 shapat berganda shu yerga yashatgan. Ertalar bo'lsa videoni yoqaman. Короче, obunachilar, videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, Zevex kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu bitta zo'r kanal ekan. Bu kanalda har xil shorts videolar bor. Bu mening obunachim, ya'ni kommentariyaga yozganiga reklama qilib bering deb. Avvallari men faqat o'zimning kanalimni reklama qilardim. Va endi barcha kanallarni ham reklama qilaman. Короче, kommentariya silka qoldiraman, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Mening maqsadim 100 ta obunachi erishish. O'zi 4 dona obunasi bor. Sizlar bu kanalga поддержка qilishlaringizga men ishonaman. Men obunachilar videoga like bosinglar. Короче, bu video montaj bo'lmasligi mumkin, chunki asosiy hayot anoda, короче, obunachilarda ko'lada bu. Haqiqiy hayotga ozroq ishlarim ko'pligi uchun bu video montaj bo'lmaydi. Chunki ham video olishga, ham haqiqiy hayotni ishlarim qilishga vaqtim yo'q. Sizlardan iltimos, obuna bo'lib podpishka qilib qo'yishlaringni xohlardim. Video montaj bo'lmasa xafa bo'lmaysizlar, lekin zo'r bo'lardi montaj qilsam. Lekin qila olmayman, shuning uchun like bosib qo'yaveringlar. Kimsiz, короче, kompyuterxona pulman pa. Oy, qaytsamki. Erinch og'riq 1-daraja. Assalomu alaykum siz. Alaykum assalom. Короче, yozamiz, o'qiymiz, oyoq qilamiz. Короче, oyoq bilan xohlaganimiz zombi bilan oyoq bilan o'tirib bo'lmaydi. Oyog'i sasib ketdi. Yozamiz, короче, dars tugasa keyin videoni yoqaman. During. Короче, давай yalashamiz, короче. Qishloqiga fanta besammagan. Davay demayman, короче. Kompyuterxonaga ketsam. Daftar ichgan qo'yib kelay va pulimni olib kelaman. Qarzga bo'lmaydi, cho'milsam ekan. Va basseyn bor-ku, erinchoq bo'lma. Короче, maligindaman. Короче, video sizlar uchun video montaj bo'lmasa ham, oddiy video bo'lsa ham sizlar uchun harakat qilib videolar chiqarishni davom ettiraman. To'g'rimi obunachilar? Yangi youtuberlar ham YouTube'ga qaytyapti. Prismarin qaytdi, Leader Online ham qaytdi YouTube'ga obunachilar. Kim ko'rdi?
Короче, kommentariyaga yozib ketdinglar. Leaderlarning qaytgani meni juda ham xursand qildi. Короче, birinchi cho'milni olsak yaxshi bo'lar edi. Короче, mana bitta patsanjon. Voy, patsanjon. Ya ukasi yo'qsan. Ukasi yo'qsan. Men seni ko'rmadim, sen meni ko'rmading. Nimaga telefoning qo'llaring deyishlaringiz mumkin. Men esa p deyman. Va alma pesh kutma tush. Itting, короче. Ana halim siqilyotibdi. Vatta obunachilar. Bu suv do'kon, suvim bor. Ovqat do'koniga kiramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Короче, ikkita izmirod beraman sizga va siz menga. Короче, talab olsak, mana unaqadan bitta ili baliq pishirilgan baliq yeyman-ku men. Короче, olam. Короче, ketganingiz uchun rahmat. Короче, bu izki narsalar. Hayır, obunachilar, sizlar bilan maza o'xshash bo'ldi. Bilaman, video juda ham qisqa bo'ldi. Keyingi video esa uzun bo'ladi. Chunki bu videoda men kechqurun video olaman va anchagina vaqtim yo'q. Shuning uchun keyingi video zo'r bo'lishiga ishonchim komil. Keyingi video bu video montaj bo'lmaydi. Obunachilar, Zenix kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Shu kanalni bizlar tezroq yuksa qilaylik. Kommentariyaga qoldiraman, o'tib obuna bo'linglar. Videolar juda ham qiziq. Bu har xil yo'nalishda video oladi.